Premierli xolodilnik qidiryapsiz, lekin produktlarni saqlab turishini emas, kuxnezdagi interyeri stilniy bo'lishini xohlaysiz. Menimcha bundan keyin qidirib yurishingizga ham hojat qolmaydi, chunki stilniy degan savolga aynan shu xolodilnik javob bera oladi. Bu apparat fransuzskiy stilda ishlab chiqarilgan. Xolodilnik juda ham katta va xolodilnik kamera eshiklari qarama-qarshi ochiladi. Morosilnik eshiklari bo'lsa xuddi shkafga o'xshab vidvijnoy harakatlanadi. Xolodilnik kamerani ko'ryapsizlar, eshigi katta bo'lgani bilan ichida перегородка qilinmagan, shuning uchun ham katta posudalargacha mo'ljallangan. Morosilkada ikkita vidvijnoy yashikdan tashqari yana ikkita rolikli konteyner ham bo'ladi, qo'shimcha qulaylik olib keladi. Bu apparatda tashqi tomoni polностью kolonniy oynadan qilingan, qirilib pachog'am bo'lmaydi. Umumiy hajmi 508 litr bo'ladi va 10 yil garantiya beriladi. Bir donagina kamchiligi bor, u ham bo'lsa bir xil rangda va bir xil ko'rinishda bo'ladi. Shunga sal yaqinlashadigan ko'rinishdagi ancha kichkinaroq xolodilniklarni ham почти 13 million atrofida sotiladi. Yarim naq kanaliga podpiska bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, bu xolodilnikni bor yo'g'i $629 qilib beriladi.